Assalomu alaykum azizlar. 2024-yil bitim imtihonda tushgan mana bu integral. Demak, integralimiz -7 0 oralig'ida 20 + 1 taqsim pi ildiz ostida 49 - x kvadratda boshlang'ichini toping. O'rta minus bo'lgani uchun bilasizlar, alohida boshlang'ich olinadi. Ya'ni alohida integral -7 0 oralig'ida 20 dan plus alohida integral -7 0 oralig'ida, demak 1 taqsim pi ildiz ostida 49 - x kvadratdan bo'ladi. Bilasizlar. Endi biz bilamizki 20 ni boshlang'ichi juda oddiy. Ya'ni x qo'yib qo'ysak bo'ldi, boshlang'ich topildi, hisob. Muammo mana bu yerda. Demak, buni boshlang'ichini hisoblab olishimiz kerak. Ketdi. -7 0 oralig'ida, demak 1 taqsim pi ildiz ostida 49 - x kvadratdan boshlang'ich olishimiz kerak. 1 taqsim pi bu ozod son, unga boshlang'ich ta'sir qilmaydi, chiqib ketaveradi. 1 taqsim pi integral ostida -7 0 oralig'ida ildiz ostida 49 - x kvadratdan, demak boshlang'ich topishimiz kerak. Endi buni qanday ishlaymiz? Xo'sh, bunaqa misollar ishlashda belgilash kiritib ishlaymiz. Trigonometriyaga ozgina bog'lanadi, demak eslab qolamiz. 49 bo'lgani uchun x ni 7 sinus x deb belgilash kiritib olamiz. Uzr, sinus alfa. 7 sinus alfa deb belgilash kiritamiz. Nimaga aynan 7 sinus alfa? Chunki x kvadrat o'rniga 7 sinus alfani olib borib qo'yadigan bo'lsak, kvadratda 49 sinus kvadrat alfa bo'ladi-da. 49 bilan barqaror bo'ladi. 49 dan chiqarib yuborsak 1 minus sinus kvadrat, u kosinus kvadratga aylanib ildizni chiqib ketib qoladi. Kelishdiki, agar mana bu yerda hozir 25 bo'lganda edi, biz x o'rniga 7 sinus emas, 5 sinus alfa qo'yamiz. Xo'sh, demak qo'yaylik-da mana. Demak 1 taqsim pi integral ostida -7 0 oralig'ida ildiz ostida 49 minus x o'rniga 7 sinus alfa borsak 49 sinus kvadrat alfa bo'ladi. Va albatta d x o'rniga ham 7 sinus alfa chiqadi. 7 sinus alfa. Endi ikkalasidan 49 qasam tashqariga chiqsa, keyin o'sha 49 dan 7 ham chiqib ketib qoladi. Ya'ni 1 taqsim pi integral ostida -7 0 oralig'ida, demak 7 49 dan chiqib ketdi. Ildiz ostida 1 minus sinus kvadrat alfa qoldi. D 7 ta sinus alfa. Endi qaranglar, mana shu joyda d 7 ta sinus alfa. Mana 1 minus sinus kvadrat bilasizlar, kosinus kvadrat bo'ladi. Demak, xo'sh, yozamiz. 1 taqsim pi integral ostida 7 ko'paytirilgan, demak ildiz ostida kosinus kvadrat alfa va d 7 sinus alfa. Shu mana buni ham o'tkazib yuboraylik. Mana d 7 sinus alfa. Demak, bu tomonga o'tayotganda hosila bo'lib o'tadi, esinglarda bo'lsin. Boshlang'ich mavzudan bilamizki, d ni orqasiga qaytarayotganda boshlang'ich bo'lib qaytadi. D ni orqasidan bu yoqqa chiqib ketganda hosil bo'lib chiqadi. Demak, hosil olib chiqarib olamiz. Demak, 1 taqsim pi integral ostida 7 ko'paytirilgan kosinus kvadratdan kosinus alfa chiqadi. 7 sinus alfa hosila bo'lib o'tayotgan bo'lsa, 7 sinus alfaning hosilasi 7 kosinus alfa bo'ladi. Va bu yerda d alfa qoladi. Alfaga nisbatan boshlang'ich. Keyin 7 kira 49 bo'ladi. 49 ga ham ta'sir qilmaydi boshlang'ich, oldinga chiqib ketib qoladi. Shunda 49 taqsim pi integral ostida -7 0 oralig'ida kosinus kvadrat alfa d alfa bo'lib qoldi. Endi bundan alfaga nisbatan boshlang'ich olishdan oldin bilasizlar, darajasini tushirib olishimiz kerak. Kosinus darajasini tushiradigan bo'lsak, trigonometriyadan ma'lumki, daraja tushirish formulasi 1 plus kosinus 2 ta alfa taqsim 2 bo'ladi, bilasizlar. D alfa. Mana, tushunarli? Xo'sh, kosinus kvadratini darajasiga tushir. Endi 2 ga boshlang'ich ta'sir qilmaydi, 1 bilan kosinusdan keyin alohida boshlang'ich qo'yamiz. 49 taqsim pi, demak 1 da boshlang'ichi alfa bo'ladi, alfaga nisbatan boshlang'ich plus kosinusni boshlang'ichi sinus 2 alfa bo'ladi va argumentdan bitta hosilot mahrajga yozib qo'yamiz, taqsim 2. Bo'lingan uni mahrajga 2. Mana bo'ldi, boshlang'ich olindi hisob. Faqat 2 ni mahraj berib pastga tushirib qo'yadigan bo'lsak, 49 taqsim pi ko'paytirilgan 2 ta alfa plus sinus 2 ta alfa taqsim 2 bilan 2 ko'paytiriladi, 4 bo'ladi. Chegaralar -7 0 ida faqat u x ga qo'yiladi. Endi biz alfani x ga qaytarishimiz kerak. Uni mana bundan foydalanamiz. 7 bo'lishib o'tsa x taqsim 7 sinus alfa bo'ladi.
Shu joydan alfani topsak, bilasizlar, ark o'tadi. Ark sinus x taqsim 7 bo'ladi. Demak, biz alfani o'rniga x taqsim 7 qo'yishimiz kerak. Keyin bemalol chegaralar qo'ysak bo'ladi. Demak, 49 taqsim pi ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan ark sinus x taqsim 7 plus sinus 2 ark sinus x taqsim 7 o'rtoqlar. Bo'lingan 2. Ana endi chegaralar qo'ysak bo'ladi. Xo'sh, 49 taqsim pi ko'paytirib birinchi yuqori chegara qo'yiladi. Yuqori chegara 0 edi. Demak, 2 ko'paytirilgan ark sinus 0 7 ga bo'lsak 0 plus sinus 2 ark sinus 0 7 ga bo'lsak 0 taqsim to'g'rida mana shu yerda 2 qolib to'g'ri. Demak, to'g'ri. Ayrilgan pastki chegara qo'yiladi. Pastki chegara minus 7 edi bizda. Demak, 2 ark sinus minus 7 ni 7 ga bo'lsak minus 1 plus sinus 2 ark sinus minus 1. Mana minus 7 ni 7 ga bo'lib oldik. Minus 1. O'sha pastga taqsim to'g'ri. Ana boshlang'ich olimlar va chegaralar ham qo'yildi. Demak, 49 ta taqsim pi ko'paytirilgan sinus ark sinus 0 degani sinus necha gradusda 0 chiqaradi degani. Sinus 0 gradusda 0 chiqaradi. 2 ko'paytirsak 0 bo'lib ketadi. Plus sinus 0 gradusda 0 chiqaradi. 2 kere 0 0 bo'ladi. Sinus 0 da yana 0 bo'lib qoladi. Shundan bu yoqda 0 taqsim 4 qolar ekan. Keyin ark sinus minus 1 degani minus pi taqsim 2. Ya'ni minusni ark sinus oldinga chiqaradi. Minus demak minus bo'ladi. 2 ko'paytiruv sinus necha gradusda 1 chiqaradi? Pi taqsim 2 da. Xo'sh, ark sinus mana minus 1 da ham oldinga chiqaversa, bu minus bo'lib qoladi, to'g'rimi? Va 2 ark sinus 1 bo'lyapti. Sinus 2 ko'paytiruv ark sinus 1 degani sinus necha gradusda 1 chiqaradi degani. Pi taqsim 2 da 1 chiqaradi. Bo'lingan. Xo'sh, 2 lar qisqaradi, sinus pi bo'lib qoladi. Sinus pi da 0 bo'lib ketadi. Bu 2 lar qisqaradi. Mana 2 minus plus bo'ladi. Shunda 49 taqsim pi ko'paytirilgan 12 minus plus bo'lib ketdi. Xo'sh, 2 lar qisqardi. Pi taqsim 4 bo'lar ekan. Pilar demak qisqarib ketsa bizda 49 taqsim 4 degan javob chiqadi. 49 taqsim 4 chiqdi mana bu joyi. Demak, bo'ldi, hal qildik. 49 taqsim 4 chiqdi. Endi 20 ni boshlang'ichi bilasizlar, 20x bo'ladi. Chegaralar minus 7 0 plus buni javobi chiqqan. 49 taqsim 4. Birinchi yuqori chegara qo'yiladi 0, 0 qo'ysa hech narsa o'zgarmaydi, 0 bo'lib ketadi. 0 bo'ladi. Minus pastki chegara minus 7 qo'yilganda minus 140 bo'ladi. Unga qo'shilyapti 49 taqsim 4. Demak, ikkita minus plus bo'ladi, 140 ga keyin 49 ni 4 ga bo'lsak 12,125. Demak, qo'shsak jami 152,125 degan javob chiqadi.